alaykum, Bektaşkaro'ning ashaddiy partizlari. Mana bugun sizlar bilan Bektaşkaro admini Nurbek bo'lyapti do'stlar. Kimda kim kanalimizga yangi bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Bittadan like va kommentariy so'rab qolamiz. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Mana bugun video roligimiz bitta mashina bor. Shu mashina sotiladi. Agar kimga interesli bo'lsa, hali hamma komplektatsiya nima, nechinchi yil dokumenti bormi yo'qmi hammasini video obzorida ko'rishlaringiz mumkin. So'nggi videolarga ko'rishguncha xayrli qilamiz do'stlar. Obzorimizni boshlaymiz. Mana do'stlar, mana shu mashinamiz sotiladi. Toyota Wish. Hop. Dokumentiga keladigan bo'lsak, o'teli bor deyapti. 1 yillik dokumenti tugagan. Balonlar yangi ko'rtasizlar mana. Balonlar 100%. Arqa tarafdan ko'ryapsizlar. Toyota Wish. Xo'p, nimaga keladigan bo'lsak, mashinaga keladigan bo'lsak, mashinaning adresi Noxiya Shahritos Dixey Libekar qiladi. Pastga nomer qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin do'stlar. Hozir ichki salonlarni ham ko'rib o'tamiz. Mana do'stlar, ichki salonlari. Ichki salonlar. Avtomat коробка. Elektropaket. Patologlar. Arqa salonlar. Arqa salon. 4 darvoza ham elektropaket. Start stop. No. Monitor. Mana ichkari salonlari, ishxonlar yangi. Ko'rtasizlar. Normal stasionarda turibdi. Ichiga kiradigan bo'lsa, ichlari. Arqasi ham elektropaket. Ko'ryapsizlar. Okey. Bu arqa salonlar. 7 kishilik. Nomi biladi. Arqa tarafdan ichki salonlar. Mashina taksi urilmagan. Srochno pul kerak, sotilyapti. Mashinaning zapaskasi bor. Zapaskasi tagida uni. Manaki nomerga keladigan bo'lsa, nomerni olib qoladi ekan. O'zlarining nomlaringizga o'tkazib olasizlar. Nomerni o'zi olib qolar ekan egasi. Kimda kim olaman deydigan xaridor bo'lsa, bemalol pastga nomer qoldirib o'tamiz. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin do'stlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 100 ming so'm deyapti. Pastga nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin do'stlar. Teskalar, balonlar. Do'stlar, mashinaning birinchi yeri qirilmagan, urilmagan, surilmagan. Samiglarni toza mashina. Xo'p.
xohlang biron usta bilan kelib ko'rib olishlaringiz mumkin do'stlar. Qo'ldan kelgancha video qilib tushuntirdik degan umiddamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. So'nggi videolargacha ko'rishguncha xayrda qolamiz do'stlar. Mana shuni ko'ryapsizlar, Sastianasin.